Yaqinda ko'rdim shu tushdi. Rasulullohni o'ng tomonida o'tiribman. Ro'paramda Abu Bakr Siddiq, Abu Ubayda ibn Jarroh, Ali ibn Abi Talib o'tiribdi. Men Rasulullohning o'ng tarafida o'tiribman. Tiniq ko'rinyapti. Bularga aytyapman, sizlarga mazza deyapman. Nimaga deyapti Abu Bakr? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Abu Bakr fil janna, Umar fil janna, Usmon fil janna, Ali fil janna, Abu Ubayda fil janna, Abdurrahmon fil janna. To'g'rimi Rasululloh deyaptilar? Bu mazani shu. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Jarroh, Abu Ubayda, Ali ibn Abi Talib, Rasululloh. Bu mazani shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: kim meni tushida ko'rsa,